Lekin u mana bu yerda Halo Fiber mahsulotimiz ko'rishingiz mumkin. Paxta kabi yumshoq, juda ham asosiy biz mahsulotlarimiz yutuq tarafi, plyus tarafi katta ko'rpa mahsulotlarimizda rulonli sitofondan foydalanamiz. Shu ko'rpalarchaga solingandan so'ng hech qanday haligi to'planib qolish holati, kir mashinaga solganda uzilib qolish holatlari yoki ko'pchilik aytadi, ana buni olib borib bitta urgandan keyin burchaga kelib qoladi deydi. Xuddi shu narsalar kuzatilmaydi. Xo'p, hurmatli mijozlar, mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin 3 xil mahsulot turibdi. Ya'ni bularning barchasi mana shunday ko'rpa va yostiqlar ishlab chiqarishda foydalanadigan mahsulotlar hisoblanadi. Xo'p, birinchi o'rinda mana shu Halo Fiber deymiz. Endi uni ko'pchilik bilmaydi, nima, lekin u mana bu yerda Halo Fiber mahsulotimiz ko'rishingiz mumkin. Paxta kabi yumshoq, juda ham mayin mahsulot bo'ladi. Bulardan ajralib turgan jihati ham mana shunda. Ya'ni bularga nisbatan yumshoq va juda ham mana bu nima deydi, bosilish nimalari yaxshi. Sitofonga o'xshab ko'p marta bosilgandan so'ng sinib qolish holatlari, to'planib qolish holatlari bo'lmaydi bu narsada. Mana shu mana bu ko'rpalarimiz va bu yerdagi ko'rpalarimiz barchasi mana shu Halo Fiber mahsulotimizdan bo'ladi. Mana endi biz asosiy mahsulotlarimiz yutuq tarafi, plyus tarafi katta ko'rpa mahsulotlarimizda rulonli sitofondan foydalanamiz. Videolarimiz davomida ham ko'p shu narsani ta'kidlab o'tdik. Aynan mana shu rulonli sitofon mana shu bo'ladi. Bu narsa shu ko'rpalarchaga solingandan so'ng hech qanday haligi to'planib qolish holati, kir mashinaga solganda uzilib qolish holatlari yoki ko'pchilik aytadi, ana buni olib borib bitta urgandan keyin burchaga kelib qoladi deydi. Xuddi shu narsalar kuzatilmaydi. Aynan Golden Sun fabrikasining mahsulotlarining birinchi tomondan yutug'i mana shunda. Mahsulot. Hech qachon Golden Sun mahsulotini olib borib kimgadir yaqiningizga sovg'a qilsangiz yoki kimgadir sotsangiz hech qachon siz yutqizmaysiz. Aynan uyaltirmaydi bu tomondan ham. O'sha ko'pchilik aytadigan sitofon mana shu o'sha. To'planib qoladi, uzilib qoladi, boshqa sitofon mana shu bo'ladi. Shu holatni qilib ko'rpaga solib qo'yilgan holatda sotiladi. Odamlar ko'pchilik mana shu sotiladi-da, yana buni ichiga solinadi. Ichidagi narsani bilmaganligi uchun ham faqatgina narxida ozgina o'zicha arzonroq olaman mayli deydi-da, olishadi. Atak keyin o'sha aytgan narsalari bo'ladi. Ya'ni burchakka to'planib qolish, boshqa holatlar kuzatiladi. Lekin Golden Sun fabrikasining rulonli sitofonlaridan foydalanadigan ko'rpalarni oladigan bo'lsangiz, siz mutlaqo tanlovda adashmaysiz. Bizning mahsulotimiz sizga ko'p yillar davomida xizmat ko'rsatib beradi. Albatta, mana shu kabi sifatli mahsulotlardan foydalanib tayyorlangan Golden Sun mahsulotlarini haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va biz sizga bemalol ma'lumot berib o'tamiz va siz xohlagan ob'yomda yetkazib beramiz. Shu kabi foydali va siz uchun manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.